Qachondan bor shunaqa? 2 yil bo'ldi. Ko'zingni yumchi. Nimadan keyin boshlandi? To'satdan mana bunaqa joyda chiqib qoldi. Birdaniga ko'payib ketib qoldi. Dermatologiyaga bordik, lecheniya boshladik. Ozgina qaytgan bo'ldi, yana ko'payib ketdi. Keyin ko'payib ketgandan keyin o'sha qaytib borgimiz kelmadi. Ko'payib ketishi u yoqqa borgani uchun ko'payib ketmaganda, bu kasallikni o'zi shunaqa avj olish davriga to'g'ri kelgan bo'lsa, o'shani hisobiga ko'paygan bo'lishi mumkin. Qatnash kerak. 10 kun davomida. Kursovoy lecheniya bo'ladi, to'g'ri. Mana hamma joyda ham shu, buni tartibi o'zi shunaqa. Hal 1,5-2 oyda bir kurs lecheniya olinadi. Endi necha kursda yaxshi bo'lasam, men oldindan ayta olmayman. Ki oldin boshlab ko'raylik bir kurs lecheniyani. O'sha natijasiga qarab sekin-sekin ko'ramiz. Nima lecheniyalar bo'ladi? Lecheniyalarning ichida gormon oladimi? Yo'q, bitta gormon bermaymiz. Birinchi martasida gormon bermasdan ko'ramiz. Mana yuzida mana bunaqalari mayda-maydalari bu yopilayotganimi bu? Bunaqa bu oppoq edi, polniy. Da. Mana ustidan yana mana bunaqa teri. Mana shu folikulyarni yoki mana qarang, mana shu oq dog' ikki xil yo'l bilan yopiladi. Birinchisi krayevoy repigmentatsiya deydi. Bu chetidan degani yoki folikulyarni deydi. Mana o'rtasidan dumaloq orolcha bo'lib yopilish. Ikki xil turda yopiladi. Bu degani tuzalyapti. Yopilyapti degani. Bab shuni ham to'xtamasdan lecheniya olishimiz kerakmi? Da, конечно. Uni bitta to'xtatib qo'ysiz bo'lmaydi.